Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun Mercedes mashinasini olib qo'ygandik. Bu mashinaga 40 litrli propan gaz balon o'rnatib berdik. Har doimgidek reduktorimiz Nordic italyanskiy original Royal injektor 2 ohmli и baskoni 24/4 blok upravleniya qo'yib cho'tki qilib o'rnatib berdik akamizga. Orqasini ham ko'rsatib beramiz. 40 litrli tabletka falan idealni qilib akkuratni qilib joylashtirib berdik. Zapravshinlari ham tayyor. Akkuratni ko'rinmaydigan, to'g'risini qaragan uchun ko'zga ham tayyorlanmaydigan bo'ldi. Ishlashlarini ham ko'rsatib beramiz. Ichkariga qo'tirmaydiganlar uchun shidduza yoziladi. Gazga o'tdi mashinamiz. Gaz ko'tarishlari ham normal, yurishlari hammasi idealni chiqdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Jamshid Tak gruppasiga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'linglar.